Aldı bilen alemlerin perverdigarı Cenab-ı Allah'a barlık güzel hamd sanalar bolsun ve bizni hidayetke başlagan Peygamber Aleyhisselam'a, aile tevabatlarına ve Peygamber Aleyhisselam'a ergeçken sahabelerge, salih müminlerge dualar, durutlar bolsun. Bu yerde bir asker bulgan mühim nokta var. Emniyet iki depte bir Müslümanda niyet intayin mühim. Şuna niyetimizni müşbirset paylı bir yanılasak, birisi Allah'ın rızalıkını niyet kılış, yani birisi şu kelgen sorumda bir yaxşı bir netice erişiş. Belki keyin şu sorunumuz texim yaxşı bir işlağa vesile boğuz inşallah. Şu niyetimiz bilen Allah Teala kabul kılsın. Bugün söz demekçi olan tema tanqidi tefekkür. Bu tanqidi tefekkür o tabir veriştim burun. Nima üçün müştemini mühim bilip bugün sözlemekçi şu vaqtda azroq to'xtalib o'taman. Bizning hayotimiz ko'pincha qaror chiqarish bilan o'tadi. Qaror chiqarish, hukm qilish degandek. Mayli biz diqqat qilaylik, qilmaylik. Ba'zida astoydil o'rab qaror chiqarishimiz mumkin, ba'zida o'ylanmay chiqarib o'tamiz. Bulardan kulli suallar ve insan zaten şu dünyada yaşaş jarayonida qandaq bir insan o'zini so'raydigan hayat mamatlik suallar. Mesela men nereden geldim, nima uchun keldim, nega boraman deb o'zining hayotini shunga asosan belgilaydigan. Dinni belgilaydi, e'tiqodni belgilaydi. Şu dini tanlagan e'tiqodga asosan hayot nimasi shunga qarab ma'zon gap. Undan boshqa biz Müslümanlarca nuqtasi hesap hemimiz ahirette hesap verimiz şundağı İslam akidesinde mahşer günü emmeden kılgan işlerini hesap verdiğin bir akidemiz var. Bu hesapını biz her insan öz aldığı birdi. Herkes başkalarının ornuna başkalar berip koymaydı. Çünkü hemimiz özümüz ayrı mesele oğandıkken kararlarımızı çıkırdığın kararlar, aldığın kararlar, başkalar belge hüküm emmede biz özümüz müstakil karar çıkarışımız gerek. Yani bir misal alsak biz davamlıq qo'saq ichigan tamoqqa bak ahamiyat beramiz. Halalmi, harammi, sog'lommi, sog'lom emasmi deb. Chunki tan saqliqimizni bak cho'ng bilgan ekan. Bizning aqlimizmi shunga o'xshash muhim. Chunki aql insonning mukallaf bo'lishiga muhim shart-ku. Aql yo'qolib ketsa, mukallaflik bo'lishi yo'qolib ketadi. Yoki aql bor turib biz to'g'ri qaror ololmasak, xato qaror chiqarib shu bo'yicha ish qilgan bo'lsak, oxiratda jazo bor. Shunga o'xshash biz sirtdan biz keldigan uçur, özümüz başkalarına taqatqa uçurğumu o'xshash ahamiyat verish kerak. Shu uçurni berib nimaga erishmoqchi? Shuni hamma diqqat qilmasak, foyda tepishni maqsad qilgan nurg'un shirkatlar bor. Ular uçur taqdi, baqaga taqatmaydi, ma'lum maqsad taqdi. Yoki bizning ideyamizni kontrol qilmoqchi bo'lgan ma'lum mazhab, jamoat, hatto davlat qatorliq narsalar bor. Davlatni to'xtamay o'zining xalqini kontrol qilib turishni bo'ladi. Mustabid davlatlar o'zining xalqini kontrol qilib turishni, davlat o'zi sungan media vositalarida tayyorla sungan ideya, o'y fikrni qabul qilishni, savol solmaslikni, tanqidiy o'ylanmaslikni xohlaydi. Shuni bizdek bir mustamlik asli qolgan uyg'unishni tanlagan bir millat uchun tanqid tafakkurmi intayin muhim. Tanqid tafakkurning ta'biriga kelsak, dastlab tafakkur degan berdigan ta'birlar xil asosli ta'birlardan birisi qo'limizda bor bo'lgan uçurdan paylanib yangi bir uçurga erish jarayoni deb ta'bir berildi. Yana birisi de psixologlarning bergan ta'birida tafakkur insonning ma'lum masalani hal qilish yoki ma'lum uçurga erish uchun maqsadlik olib borgan aqliy faoliyat deb ta'bir berdi. Mayli oldingi ta'bir bo'lsin, mayli hozirgi ta'bir bo'lsin, hammasida ortak bir narsa o basımı yeni uçurga erishish, yeni bilimga erishish. Tanqid tafakkur, tafakkur türünün bir xili, şunu tabirimiz sel alaydirek. Yani biz hayatımızda çıkan karar ve yakunlarımızın sebep ve delil neticeleri asasında doğru hatalarını tepki çıkış. Yani ben bir işte karar aldım. Mesela ben falan mektepte okuyordum. Ya ki falan kesipni tallaydım. Şu kesipni ben nima sebepten tanladım deb aşının tepki çıkış jarayoni tanqid tafakkur jarayoni hisoblanadi. Tanqid tafakkurning bir qancha alaylığı var. Shuni qisqacha o'tay. Birisi ro'shanlik. Tanqid tafakkurda shu so'z ibora ishlatishda ro'shanlik va ahamiyat berdi. Til to'l vaqtda biz ma'nda so'zlar, ko'p ma'nili so'zlar bo'lganlikdan abstrakt hukmlar var. Shu sababdan qalayimqan ishlatib solamiz. Dal ko'zlagandek yoki boshqalarga uchur yetkazgan chaqda
qarış taraf bilan o'zimiz o'xshash ma'noni bir ma'no ololmay qolamiz. Shunga tanqid tafakkurda shu so'zlarning, iboralarning, hukmlarning ro'shanligiga bak ahamiyat berdi. Ikkinchi tanqid tafakkurda biz chiqargan qarorlarimizga tayangan sabablarning, dalillarning to'g'riligiga alohida ahamiyat berdi. Shuni tepib chiqishni maqsad qildi. Undan keyin inchikelikni asas qildi. Bağlanışçılık var. Yani biz tefekkür qilishni başlayan temi bilen onunla sebep olan delil, paket, ispat uçlarının temi bilen bağlanışlık var ama onunla alayda ahamiyet verdi. Onundan keyin estağidil tefekkür. Ve estağidil deyişinin sebebi Daniel Goleman deb bir alim var. Bu öz Yahudi 2012-yili odam nimada Nobel mukofot topgan iqtisodda. Asli psixolog. Bu psixologiyada Nobel mukofot bo'lmagan ekan, buning qo'lga keltirgan natijasi iqtisod chetishlik ekan. Shu iqtisoddan Nobel mukofot bergan. Bu odamning bir kitobi bor. Tez ve as tefekkür deb. Bak danqi chiqqan kitob Fast and Slow Thinking. Bu kitapta asaslık iki narsani o'ttirib qo'ydi ekan. İnsanning tefekkür nimesini 0 ve 1 deb ikki sistemaga ayirgan. 0 bu tiz tefekkür ekan. 1 as tefekkür ekan. Bizning ko'pincha vaqtimiz shu tiz tefekkürda o'tib ketadi ekan. Ham abaydidoq insonning aqli bir xil o'rin deb. Yana birisiga biz jiq hayotimizga nurg'un ishlarni qilish jarayonida ko'nab ketimiz, ba'zi o'ylanmaylar, tuyg'u-o'taylar qaror chiqaratamiz. Lekin muayyan işler var, muhim işler var. Onun da sel estağidil qaramasak ziyan tatımız. Lekin biz ayşını bilip durup mu köpünç vaqt yana estağidil aldırmay tefekkür kılanmay qalamiz. Tanqidi tefekkür bizge estağidil tefekkür qilishni, aldırmay tefekkür qilishni o'rgatadi. Şu nimening sistemimiz bo'yicha as tefekkür degan shu. Ondan tanqidi tefekkürning logikachallik kuchli. Belki logikaning jini desak bo'ldi. Hozirgi tanqidi tefekkür degan ayrim ilim shu logikaning qo'llanishchanligini izlanish jarayonida barliqligini desak bo'ldi. Tanqid degan narsa insonning shu madaniyat boshlanishdan burun bor. Butun tarix qarasak, bu tanqid degan narsa umumiy ma'noda mavjud. Tanqid deganning nimasini ta'birini berib o'tmabdi. Biz tanqidni to'liq vaqtda ayiblash deb tushunib olamiz. Bu yerdagi tanqid ayiblash emas. Bu tekshirib chiqish, tekshirib bağlash degan ma'noni bildirdi. Ma keng ma'nodagi tanqid tarixdan buyon bor. Shu tanqid degan narsa bo'lg'ach to'xtamay ilm-fan taraqqiy qildi. Ya'ni konini tekshirib, uning xatoligini topib chiqib keliglik. Bizning bu yerda da'vat qilamiz hozir ma'lum bir soha, ma'lum bir ilm bo'lib shakllanayotgan ayrim bir narsa. Buni 70-yillari Kanadada bir universitetda bir qancha professor o'quvchilarga shu logika, mantiq o'rgatgandan keyin ba'zi o'quvchilar shikoyat qilgan. Bu sapla qoida ekan, abstrakt. Men buni hayotimda qanday tatbiqlayman deb shikoyat qilgan ekan, bular shu darslikni qaytadan tuzmasak bo'lmabdi deb maslahatlashib, darslikni sal ma'nimini logika darsini amallashtirib bunda reallikqa yaqin qoidalarni azaltib tuzuklikkan. Kim boshqa yerdagi professorlar bilan aloqalash jarayonida fikr o'xshash chiqqandan keyin mushuni taraqqiy qildiq bo'ldi ekan deb, andan bag'an siri bunga boshqaroq bir ilm bo'lib shakllanib, buning ismini tanqidiy tafakkur deb qo'yib, shu chog'dan boshlab bu bir organ, fasllik chiqargan jurnal va maxsus yozilgan kitoblar va o'zlarining ayrim nazariya qoidalari va bo'lib, logikadan barbara ayriliq. Ba'zilar buning o'zining ichida ikki yo'linish var ekan, ba'zilar buni shu logikaning davomida ataydigan, ba'zilar yo'q bu logikadan ayrılib ketib, tanqidiy tafakkur ism qo'yamiz deb maxsus o'qitadigan o'zining sohasi va bo'lib ilm bo'lib shakllanaylik. Endi tanqidiy tafakkurning insonga bo'lgan foydasi nima? Agar men tanqidiy tafakkurni o'rgansam, nima foydalanmasak, birinchisi haqiqat bilan qarashni ayiradi. Haqiqat bilan qarash deb ikki hukm chiqdi bu yerda. Haqiqat ma'lum vaqa hadislar ustida, şeyler ustida isbotliqli bo'lgan. Bizden ayrim, biz qanday qarayli o'zi ayrim, zodi haqiqat, paket, amaliyot deb qaraladigan narsalar. Qarash bo'lsa, shaxsning o'zining
shu narsaga bergan bahasi to'g'ri yo xato. U qarash, men qarashimda bir narsani xato yo to'g'ri degan bo'lsam, amaliyotda shunday bo'lishi mumkin. Amaliyotda mening qarashimga aksicha bo'lishi mumkin. Ikkisining farqi shu. Ashni arish o'g'itdi. Ko'pincha munozirda insonlar shu nimani haqiqat bilan qarashni aralashtirib qo'ydi. O'zining shaxsiy qarashini, ya'ni rostmi, yolg'onmi, aniqligi bo'lmaydigan yoki ehtimolli bo'lgan narsalarni mutlaq hammadan qabul qilish kerak bo'lgan haqiqatning ustiga, pokning ustiga qo'yib olib, bizni ash o'zining qarashini qabul qilishga majburlaydi. Biz buni ariy olsak, nimani cho'qim qabul qilish kerakligimiz, nimani qabul qilmasakmi, bu sizning shaxsiy qarashing, bu shaxsiy qarashingni qabul qilish mening majburiyatim yo'q deb bunda ariy olamiz. Andakin tanqidiy tafakkur o'rgangan kishi o'zining o'y fikridan boshqa yangi o'y fikrlarni qabul qilishni o'rganadi. Chunki o'zining o'y fikriga tanqidiy nuqtada qaragan ekan, boshqalarning o'y fikrini baholab baqay, tanqidiy qarab baqay, meningki balkim tekshirgandan xato bo'lishi mumkin. Boshqalarning yangi o'y fikrlar men o'ylagandan, men qabul qilgandan bakroq yaxshi bo'lishi mumkin deb bir xil ochiq bo'ldi. Undan keyin o'y fikrda idealni qo'rqmas o'ziga ishindi. Bu davomli o'zining o'y fikrini tekshirib turgandan keyin o'ziga ishonch eshib bordi tanqidiy tafakkur ko'ngan odamning. Undan keyin tanqidiy tafakkur qilib ko'ngan odam ilmiylikka ahamiyat berdi. O'zlarining o'zi boshqalarga berayotgan uchurning ishonchlik bo'lishiga bak ahamiyat berdi. Ya'ni mush tanqidiy tafakkur qilib ko'nsak, biz tabiiy mushunga ko'nab boramiz. Ondan keyin boshqalarning qiziqishi kuchli bo'ldi. Sabab ishlarning sababi qiziqdi. Biz abay ta'bir dedik, chiqargan qaror, hukmlarning sababini topib chiqdi. Ma ishning sababi nima? Odam mush ishni qildi, zodi sababi nima? Biz shu bir kimning ishini darhol anglab, balkim tushunmasligimiz mumkin, to'g'ri tushunmasligimiz mumkin, xapalab qo'yishimiz mumkin, lekin sababini o'qsak bütün qabul qilmasakmi azroq ochiqimiz yengillishi mumkin. Agar to'g'ri sabab bo'lsa qabul qilsak bo'ldi. Ondan keyin tanqidiy tafakkurni dalilni tekshirdik. Dalil bo'lsa, qarash o'zining qarashiga o'xshamaydigan yoki qarash bo'lsa, ash qarashga dalil kuchli bo'lsa, o'zininkidan darhol o'zining qarashidan voz kechishni o'rgandi. Nurg'adamlar dalil to'simi o'zining qarashidan aldirab voz kechmaydi. Ondan hukm chiqarishga aldırmaydı. Nimishqa? Hukm chiqarishdan burun sabab dalilni izlaydi. Obyektiv kuchlik. Ma tanqidiy tafakkur ko'rmagan odam davomli o'z markaz bo'ladi, o'zining qarashini bakroq kuchlantiradigan bo'ldi. Lekin ma tanqidiy tafakkur ko'rsak, obyektivroq bo'lamiz. Andikin hissiyotni to'g'ri kontrol qilaylik. Biz davomli bir gapni takrorlaymiz, aqliy bo'laylik, hissiyotni kontrol qilaylik deb. Tanqidiy tafakkur bizga bu hissiyotni to'g'ri kontrol qilishni o'rgatadi. Buni bu vaqtda azroq sal turib to'xtalayman qayta. Endi tanqidiy tafakkurga to'salg'i bo'lgan ba'zi psixik omillar bor. Masalan, mutaassiblik debdi, taassubiyat. Biz o'zimizning qarashiga, o'zimizning go'ro'yt odamligiga, yoki o'zimizning davlatining, o'zimizning toifasining qarashiga qarg'alacha yan bassak, tanqidiy tafakkur qilishimiz to'salg'i bo'ldi. Biz shundan voz kechsak bo'ldi, tanqidiy tafakkur qilib, zodi men haqni izlayman deb. Bunda qilmasak, shu asta mening odamlarimning yoki o'zimning gap qanday bo'lsa, mening jamoatimning gap qanday bo'lsa, shuni qo'llasam bo'ldi deb mavi taassublik qilish to'sallab qoldi. Ikkinchisi o'zmarkazlik. Buni obam deb o'tdik. Mening deb turadigan odam tanqidiy tafakkurdan qochdi. Ashadamning tanqidiy tafakkur qilishiga to'sallab qoldi. Mening to'g'ri zodi, men o'ylab yurishimning hojati yo'q, boshqalarning nimasini tekshirib yurishimning hojati yo'q deb. Lekin psixik ojizlik, ya'ni shaxsiyat ojiz, o'ziga ishonmaydigan odam bo'lsa-mu, o'zining, yani boshqalarning emas, o'zining olgan qarori, ko'z qarashlarini, chiqargan hukmlarini tekshirishdan qo'rqaydi. O'rinliq. O'rin, deb aytsak, tafakkurning zodi mushaqqatli jarayonida o'rin odammi? Siyosiy besim. Endi ba'zi chog'da siyosiy besim eg'irg'i bizni vatan qarasaqlik qiladi endi.
ba'zi nachar sharoit, nachar muhitni ishlarni tanqid tafakkurdan to'sishi mumkin. O'ylanib ya sharoit mush ekan hamda bog'liq mush ekan. Qancha uni o'ylanib qo'ysam boshqa ish yo'qdir. Andikin xabar. Ya'ni biz tafakkurda uchurg'i taynimiz go ma'lumotga. Hozir qarasak xabar bak ko'p. Agar bir odam o'zining bilim ilishda, uchurg'i erishda xabar bilan taynib qolsa, tanqid tafakkur to'salqi. Chunki xabar hozir rost bo'lgan voqeani o'tkazishdan bakroq bir nimaga aylanib qoldi? Tijoratga, sanoatga. Shuni xabar yasash deb bunda atildi. Xabarning ishonchlik nimasi intayin to'van. Çünkü bağımlı xabarni asas qilsak biz tanqid tafakkurni yaxshi ilib borolmaymiz. Shular bizning tanqid tafakkur qilish to'salg'i. Endi tanqid tafakkur va hissiyot to'g'risida to'xtalishga to'g'ri keldi. Biz davomliq deydigan gap shu aqli bo'layli deb. Ba'zilar buni qizar hissiyotni butunlay yo'qotib qildi deb tushunish mumkin, lekin u robotning ishi, mashina odamning ishi. Hissiyotni bütün taşlatmayımız, lekin joyida ishlashni o'rgansak bo'ldi. Hissiyot avval hissiyot bo'yicha hukm qilib, andan qaror chiqarmaymiz. Hissiyotni olib qo'yib turib, aqli o'ylanib qaror chiqaramiz. Ba'zi tanqid tafakkur to'g'risida anglaganlar bu tanqid tafakkur hissiyotga butun qarshi ekan deydi. Unday emas. Tanqid tafakkur ziyonliq, salbiy hissiyot qarshi. Lekin ijobiy hissiyot tanqid tafakkurga payliq. İbem dedik-ku, qiziqish, boshqalar qiziqish degandek. Ondan keyin tanqid tafakkurda biz ma'lum qaror ustida, ma'lum hukm izinib to'g'riliqni bilib bo'lgandan keyin hissiyotni ishlatsak bo'ldi. Mush narsa to'g'ri ekanmi, mushning chang islohi zodi hissiyotini endi qo'yib beray desak, shu aqidi. Aql haqida to'xtalamiz, chunki biz tanqid tafakkur tafakkur logikaga bog'lishliq, logika zat aqlning nimasi bo'lgandan keyin buni to'xtalamiz. Aql degan hukm ham arabchadan kirgan, arabchada bunda cheklash, bog'lash degan ma'nosida keldi, uyg'urchada ang, pam deb beribdi. Bu bir abstrakt hukm bo'lgandan keyin mohiyatini bilmak tez. Shuni tutib akilib buni zodi hammadan birlik kelgan bir ta'bir belgil olmaydi. Atalg'i ma'nosida ba'zilar arabchada masalan 1000 xil yaqin ta'bir bor debdi, lekin o'lmal tanlagan 4 xil yaqin ta'bir bor. Shundan biz oladig'ini yaxshi yomonni ayirish. Yaxshi yomonni og'rigandan keyin yaxshi bo'lsa yaxshini qilish, nachar bo'lsa nacharda jiroq turish, aql degan. Yani ba'zilar aqlni bilish, faqat oddiy bilishcha nimasida ishlatadi. Ya'ni ba'zilar aqlni tafakkur degan shu deb oldiganlar. Biz aql tafakkur qurol deymiz. Ba'zi sohadagilar yo'q. Aql bilan tafakkur ikkisi o'xshash deb, shuning bilan aql degan nimasi tafakkurning ta'birini sundi. Ya'ni sezgi a'zolar orqali bizning reallikni aniqlab tushunishimiz shu aql degan narsa shu, tafakkur degan narsa shu deb. Undan keyin aqliy bilish darajalari. Ya'ni bu aqliy bilish darajalari degan mutlaq bilish. Mana nimada ba'zi sohalarda falsafa yoki bilish nazariyasi nimada shu bilishning jazmiyat, ya'ni 100% bir narsani aynan bilganini bilish deb e'tirof qildi. Men logika, tafakkur nimasi sohasida sal doirasi keng. Yig'ma xulosalik metod. Yig'ma xulosalik abay misol qarasak Ahmadjonning so'nggi yo'q. Demak, u maktab ketibdi deyildi odatda. Lekin buni to'liq shaklga kelsak, Ahmadjon odatda maktab so'nggisida ketyapti. Ya'ni men Ahmadjonning shu hozir qadar ya bir ay, 2 ay, 3 ay davomli maktabga so'nggisini olib ketganligini ko'rdim. Shundan maktab ketibdi degan yakunga chiqardim. Lekin men kelgusida nima ish qilganligini, nima ish bo'lganini bilmayman. Yoki burunmi ba'zi kunni bilmagan bo'lishi mumkin. Shundan mayadagi chiqargan nima aloqa nisbiy bo'ldi, mutlaq emas. Chunki chalqag'ay bor. Biz juz'iy ahvollardan umumiy ko'chgandan keyin men hamma juz'iy ahvolni sanab bo'lmagandan keyin uning nimasi birdan hukmi nisbiy. Bu yig'ma xulosa. Masalan, men İstanbul'da turish jarayonida bir yildan havo ancha sovmidi. Yoki 10 yil turdim, endi sovib ketmadi. Yoki noldan tushib batmadi.
Bundaqda İstanbul nölümde tön düşmeydigan şäherkende hüküm çıkarsamın bana bunu şu 20 kulasılık kirdi yanıla ihtimallık oldu. Çünkü ben İstanbul'un tarihten bu yan kaldığını istatistik kılıp anmağılıp var. Azrak bir kısmını ele alaq. Bu hükümün burada nisbi oldu. 20 kulası türleri var. Nimege okşamaydı. Çeşme kulası var. Ben bir yerde 3 xil türünü birincisi umumlaştırış, ikincisi taqqaslash, üçüncüsü sebepçilik. Birincisi umumlaştırış. Umumlaştırış şekli biz en köp uçurduğun şekil. Hem misalga algan şekilden hemmesi gidekmiş umumlaştırış. Mesela Türkiye'de Uygurlarının köpüncüsü dinde okuydu. Demek Uygurlar dinde okuşunu yaxşı gördü desem mi? Bunu aşağı nime? 20 xulası oldu. Umumlaştırış düşüne algan. Çünkü ben hem Uygur'un kömsümü, köp kısım Uygur'ların paranlaşıp ya köşep çıkış yanında köpünün dinde okuyduğalıqını bildim. Ben bilmegen bazı Uygur'da buluş mümkün, dinde okuması mümkün. Şunu da ma hükümden çıkarışım mı? Gerçi ben keskin çıkargan bolsam mı, bunun birdiğin hükmünü ben nisbi oldu. Ama misalına paylaştım. Endi bunun bir hata şekli var, umumlaştırıcı hatalısı. Mesela gen sınıftaki 3 baladan Mehmet kaçlıklarını sorsam bilmedi. Demek bizning sınıftaki balalar 4'tü. Ameliyatda sınıfta 40 adam olsa 3 baladan sorsak bu arada umumlaştırıp yakın çıkarışga xulasa yetmeydi. Bu şu 20 xulasa çıkarışta görüldüğün hatalıklarının birisi bu şu. Yeterlilik derecede aşı umumlaştırıp hüküm çıkarışga yetmeydiğin ölçemde hüküm çıkartsanız. İkinci xil şekli taqqaslash. Bu abay nimani aldım bu? Tanqida tafakkurning bo'yimliqini jismimiz kirgan o'xshatdim, shuni o'xshash. Mana shuni dedim. İkincisi xato şekli. Davlat iqtisodini boshqarish, uy iqtisodini boshqarish o'xshaydi. Ayollar uyning iqtisodini yaxshi boshqaradi, shunga davlat iqtisodi ayollar masalasi yaxshi. Mana xato şekli. Bu nimani taqqaslashda birinchidan silishtirish yakın mı, jinak mı? Tabi qarasak, devlet ile öyünün arasında asmazın fark var. Eğer ben öyününkini bire dağının ya bire kendini seçtirsem sen makul olur. Lakin devlet diyen öyünün neçesi var, neçe milyon öy var. Şunu mağlup hata seliştirilgan münasebeti pek jirak. Üçüncü xil şekli sebep tüfeydin. Mesela yağmur yağdı demek asmanda bulut var. Bu köpünçe ahvalda ne oldu bu? 100% bulmuşsunuz. Muhammed doğru iyisi sakıydı. Muhammed sakıydı. Demek Muhammed doğru yiyen. Hem de az bir kiselde öz sakıydı. Lakin köpünç kiselde anlakalı doğru yemeğindeki sakıydı. Köprak umumlaşkan ahvalda olduğu için mavi sebep bağlapla şu çıkarıp değilik. Hükümden çıkarıp. Bu istikrarı aşını mekir var. 20 xulasa. Çünkü bu adam hüküm çıkarıncalar nurgun adamdan dariyip sakaygalıkını anaqlığı köreylik. Birinci ahvalda nurgun qatım yağmur yakkançal asmanda bulut bağlıqını köreylik. Şu sebepten nimine hükümden çıkarılır. Lakin bu adam dünyadaki bağlık ahvalını körenmeyenlik için biz ilmilik noktasından bunu ihtimal nisbiyle yapmayalım. Belki biz Müslümanlık nimesinden zararlarında bitken de değişimiz mümkün. Dinini şenmeyen başka ilmi saha noktasından bu yeniler nisbi hüküm olur. İlim bilmeyen hepsi burada nisbilikini asas kılın. Ular mutlak nimege yetişini hem özümü de yapmayın. Mutlak hüküm yetken çağda bu iman kitaba etikat devadıp duruldu. Çünkü toxtumay talep ettiği yenilik doğan ki mutlak intayın az ilimden sahası. Şuna nime şu Avrupa uygun iş. İlimden talep ettiğini ta ki 17. asırda burun şu nimin asas kılıptı. Konu logikadaki çarşma xulasını asas kılıptı. Ta ki 17. asırda Roger Bacon diyen bireyler yeni tefekkür kanuniyeti, New Organum diyen bir kitabını yazıp biz bu şey yeni tefekkür uslubu köçeş gerektir istikrarını yani çarşma xulas, yarım xulaslık oturup koygandan keyin çünkü nimede çarşma xulası devamlı yenilik yok. Bu konu neticini ta'kidlab turdi. 20 xulasida devamlı yeni hükümlük erişkin oldu. Konu logikada
Bizning ulamalar musulmonlar ko'proq til oldikan biz bilishni daraja olgan argumentni ya'ni xulosalashni yakunlashni daraja orliqdir. Cezmiyet, dialektika, retorik, xiyal. Bu meseleler İshak Bekrak uçuk oldu. Bazı yakın hulaslar var. Mukaddimesi, şerti, yakın hemmisi cezmi, 100% hükümlerin tüzülgen. Bunların bir daha hükümü cezmi. Mesela bizim dindik itikat diyenlikler mesela cezmiyetin bu itikatta 100% bulunmaydı. Lakin bu halat intayın az. İşte onun töven turduğun diyalektika reptinin başka atalı taban mı dedim? Aslında bu diyalektik değilken Arapça cedel reptim. Bu ilişken yakın ya hulasıda mukaddime şert neticemiz hükümlü cümle bildiğin hükme nisbi. Hükme şer'in bilirse zanni delil. İhtimallık badil. Sen deriz ki 100%'nin töven 50% cümle tövenlik etmeye. Bunu deyken retorik yaptı. Bu aldığın kısıtın deriz töven. Bizden hayatımızda uçuraydıgan mutlak köp meseleler muşu iki kategoriye geçirdik. Hükümlerimizin tolisi aşının mesela ahlaki, fıkhi meseleler hemmisi. Cezmiyet kıdağalar imtihan az. Mesela Kur'an öpkeyken mutlak da karayımız var. Onun belki hükümleri cezmi oldu. Lakin bizden hem işimiz var. Onda mutlak men delil esas kalan hükümler çıkmaydı. Şu sebepten köpüncü numarada işlerde, hükümlerde, kararlarda mümkün. Dergisi bu ihtimallık. Bununla misal alsak buldum. İmam Şafii'nin gepi var. Benim çıkargan gepim, benim gepim doğru. Peki hata buluş ihtimallıkım var. Karşı tarafın gepi hata, doğru buluş ihtimallıkım var. Hani yani bir gepide eğer hadis yani nas kelip benim gepim karşı olsa, benim gepim tam etmem diye. Demek ki özünden aşağı çıkan karşını cezmiyet yapamalı. Şimdi bu İmam Azam'ın deydi. Benim çıkargan karışım özel kelgen en yaxşı qaraş. Başka bir adam texmi yaxşı qaraş, texmi yaxşı bir hüküm ekelerse aldık diyen. Çünkü bu fıkhi mesele köpüncüsü nima? Şu cezmiyetin tömeli köpeğin bu. Ondan keyin xiyali sefseti. Bu gapni tushunishni misol berey, misolda bekrak ochiq oldu ki ben özel bir misal tuzib baktım. Bir tiymet alasak Xitoy zalim mi degan. Bununla mesela Xitoy zalim deb cevap verdik. Beşimiz cevap verdik. Şundan birisi ispatlan. Bir argument bilen deganki bir eylenip turdi. Xitoy boshqalarning yurtini besib olgan, xalqini ezgan. Şunlar zalim dedi. İkinci bir eylenip turdi. Xitoy adam öldürdü. Şunlar zalim debdi. Üçüncü birisi debdi. Xitoylardan burungi zamonda bizning ajdodlar jiq soqishapti ekan, shuni o'yla zalim debdi. To'rtinchisi debdi, Xitoy degan Yajuj Majuj, yoki bu dunyodagi vabo. Ular zalim debdi. Beshinchisi debdi, Xitoy yamanchiq narsa yasaydi, uni yasamaydigan narsa yo'q, shuni zalim debdi. Bu qanday desak, birinchi kishining degani Xitoy boshqalarning yurtini besib oldi, xalqini ezdi degan. Bu xalqini ezish, yurtini besish mutlaq xatolar. Hech kim to'g'ri demaydi. Demak bu cezmiyat qarab hukm. Ma kishining bergan javobi emas hukmi, biz da'vatgan cezmi hukmlardan cezmi nimaga ulashdi, natijaga ulashdi. Ma o ashning da'vatgan birinchi darajaga tushunadi. İkincisi Adem öldü dedi. Endi Adem öldürüşten hammasi mutlaq xato emas. Ba'zi jazolar o'ttirgan gap, urush o'ttirdi. Günahlarımızla ötürülen yer. 100% mutlak hata diyemeyiz. Şu bunun belirse kanalda bir şüphe anlaşkanlık için töveledi. Bunun bağlan yekünü nime ihtimallık var. Nisbi ve mutlak emas. Bizden köpünce nimede arlaştırmış gelip çıktı. Mesela münazara karısak köpünce ballar şunda bir ihtilaf bozsan itikadımız götürüp kanalda kafir o hükümlük izliyor. Emniyette o münazık kılatkan o çıkan hükümde cezmiyet yok. Hemiz ihtimallar. O bir olsa özünden karşını doğruluğunu ispatlaş için ihtimallık ve ahvalden cezmiyet götürüpler bizne mecburlamak için özünden karşıya. Bir olsa özünden delilinden kat'i emez ihtimallık yerliğini bilmeydi.
O ihtimallar delilinden ihtimallık hükümge apırılığını bilmeydi. Cezmilikке, katilik apırılık ajında hüküm kıldığı köpüncü mesele karasa, mesela icap meselesi ya ki, ıhtılapla mesele karasa, onda bunu köpüşürdünüz. Edemden itikadı ve hüküm kılmaydıgan, kafir demeydigan, pasik demeydigan mesele derhal aşağı apırı oldu. Abay deyinde işke sebep tüpeydi. Üçüncü edemden depti, bunun zamanlar ecdadında uruşkan depti. Bu 50-50. Belki uruşkandı, uruş da. Belki biz öktemle kılıp uruşkandımız. Ağıldı günah yok. Belki ulu besip gelip uruşkandı. Bizim besip verip uruşkandımız çıkıyor. Bu ihtimallık. Manınki derdi sehel töven. Dördüncüsü Xitay Yecüc Mecüc. Yaki vaba dedi. Bunu animede şiir deptiken, şiiri deptiken, ben xiyali dep aldım. Çünkü bu oxştuş. Bir milletin nemege oxşatılamayız. Nago? Yecüc Mecüc deptirdi. Vaba dep oxşatılamayız. Bu fakat şiiri tabiri kolunuk. Yani balagatlık bir nes kolunuk. Şu bunun nemesi en töven derecesi. Hem de Xitay'ını hem nesi sayıda şunu pek zalim. Yaki Xitay hem nesi yedi pek zalim degine bu bitirleyi muğalata, sepsete. Bizning munoziralarimizda ko'pincha boshlovni aloqada shu nimaga ustidagi kuchni ariya olsak ko'p ko'ngil og'riqi xato hukm chiqarishdan saqlanamiz. Ammo eng asli ikkisiga qattiq diqqat qilishimiz kerak, chunki siyosiy yo'llar shu arvozlar shunda bizning hayotimizni ta'sir qilib diqqatimizni buraydi yoki bizni aldab turadi. To'xtashdan bir misolni aytay, umumiy argument. Gerçi iPhone'un nuru ortiqchilik bo'lsin-mu, lekin Samsung'ning ekrani cho'ngroq, sattimiz yuqori, apparat yuqori, piksellar, sig'im kartasi qo'shqili bo'ldi, sistemasini xohlagancha o'zgartirib bo'ldi, bahosini muvofiq. Shunga Samsung'ni backrock yoqtirman. Mana bu argument, murakkab bir argument. Buning nurg'un hukmli jumla. Biz buni tanqidiy tafakkurga sirib bir analiz qilib bakmoqchi. Logikaning foydasi mishada. Ma argument qarasak bu ibora murakkab, tartib yo'q. Lekin logikada ko'pincha nimada uch jumla deyishib kelmaydi asosliqqa. Hukmlarimiz qarasak. Biz shuning tartibiga solsak ular darajasini arib, tanqidiy tafakkur nuqtasidan shu argument zadi to'g'rimi shu bag'an Samsung background yoqtirmayapti, background yaxshi demakchi. Shu bag'a hukmi to'g'rimi, xatomi yoki qabul qilish bo'lindi, shuni ko'rib baxsab bo'ldi. Bu gap savolga nisbatan javob bergan gap bo'ldi. Masalan, Abdurashmondan so'rab, nima uchun olma telefon sotib olmadingiz desa, men Samsung sotib olgan. Samsung yaxshi demakchi. Abayimda iddia bor. Bir hukmli jumla va Samsung iPhone'da yaxshi degan bir hukmli jumla. Buni isbotlashdan burun bu bir iddia. Men shuni da'vo qilyapman. Shuni men o'zimning shu da'vosini to'g'ri isbotlash uchun abayga argumentni ishak bahona ko'rsatdimiz. Endi shuni ben tartib bo'yicha logikalik tartib bo'yicha tizib maqsad bo'ldi. Gerçi alma telefon ko'rkan bo'lsa, birinchisi Samsung o'z saymallarni o'zi ishlaydi. Bu paketmi qarashmi? Paket shunday. Lekin bu yerga yana bir yushurim bir nima qarash. O'zini saymallarni o'zi ishlagan telefon yaxshiroq deb men yushirib bir qarash bor. Buni tepib chiqimiz kerak. Samsung telefonunun ekranı çok. Bakın. CPU ya burun Samsung'un mesela küçük yasaydı. Şu tane deptür değil mi? Küçük yani S4 deptür değil mi? Küçük. Evet. CPU'su tez. Sığımı çok. Kamerası 13 megapiksel. Mağlanın hemmisini ben paket. Alma telefon körkem diyen için qarash nisbatli olmaydi. Qarash. Agar mening shu tizgan shart sabablarim hammasi paketdan tuzilgan bo'lsa-da, men cho'qim shu qat'iy mutlaq bir hukm bor edi. Lekin mayada qanday qarash aralashdi. Aralashgandan keyin menga erib turdi. Shu men Samsung yaxshiroq deb qarayman degini, yaxshiroq deganmi? Nima? Qarash, paket emas. Oxirdan lekin mushqaga hukmni men ahirga ta'sir ko'rsatgani yaxshiroq mening shaxsiy qarashim bo'lgach, buni xarakteri shaxsiy guvohlik deb atagan. Tanqidiy tafakkurda bunday tafsiliy araymiz. Buningmi tafsiliy arashqa men vaqt munosabatlik endi oddiy arib berdim. Shu argumentni biz analiz qilgancha, tahlil qilganchada shu uslubda arasak bo'ldi. Davomli nutq qilmaymiz.
özümüz mühim deb qaragan masalalar unda mashq qilib baqsaq bo'ldi. Mashq qilgan sira keyin osonlashib bo'ldi. Mana bu endi bizning dok paket bo'lsa to'g'ri xato deb araydi shunda va lekin chiqqan natija paket emas, qarashga mayli bo'lgan keyin shuni bilan qabul qilishga bo'ladigan natija deb qo'ydi. Qabul qilish bo'ladigan natija degan ekan Abdurashid iPhone ishlatgan bo'lsa, sizning Samsungni yaxshi ko'rishga tanlash yetarlik sabab bor ekan, u sizga yaxshi. Mening olmani tanlashga yetarlik sababim bor. Bu menga yaxshi deb ishlayman, qabulashni o'tib ketamiz. Burun men nimada Urumchi shirkat ishlayapti. Biz asos Androidni qattiq mutassibman endi. Zaten almani tushirib qarlarsiz Android aqlaydigan ishlatdi. Menda o'ylamaydik-da o'chanda. Ashta asriyat bo'lganlikda. Mau sen o'yladik bo'ldi. Bunda chaqda lekin ziddiyatni buni biz nurg'un amaliy misollar sarsak nurg'un ziddiyatni setlodu boshqalarning qarashini o'rnak qilib qabul qildi. Ikkinchi misol Mausal aqasini yaqin masalan Oğuz bir maktabda almoqchi. Shuning oldida ikki maktab bor. Shuning bilan bu o'zining tanlashini chiqarib qo'ygankin bizga so'zlab beradi o'zining argumentini. Fatih Sultan Mehmet bo'lsa davlatga qarashli universitet. O'qituvchilar tajribali. O'qish yordam puliga erish nisbati yuqori, uyimga yaqin. Sabohatni zaimkar shaxsiy universitet bo'lsa-mu, ammo tarixi uzun, xalqarodimi, nufuzba, eng muhimi Uyg'ur o'quvchilar ko'p. Deb bu oxirida FSM'ni bakrab munosib tanlaqlikka. Bunun temisi nima? Fatih Sultan Vakfi Üniversiteti yoki Zaim Üniversiteti iddia yoki natija. O natijani biz isbotlab qo'yish iddia deb qaraymiz. O Oğuz FSM mana bakrab munosib deganni tanlabdi. Endi biz buni sababini qarab baqsaq bo'ldi. Arif formulalar uchun. FSM'nin debda burusini bitti yuqori. O'qituvchilar tajribali, davlat qarashli o'yin yiqqan. Burasını bitti yuqori degan paket. Çünkü seçti İslam bu. O'qituvchi tajribali qarash. Davlat qarashli paket. O'yin yiqqan paket. İzi o'qish tarixi uzun. Chiqqan seçti baqsa bo'ldi. Xalqaro nufuz yuqori. Qarash. Tanlash ko'p. Qarash. Uyg'urlar ko'p. Dastlab qarashli bo'ldi. Agar isbotlab beralsa, paket olur. İspatlanma eks chiqib qolsa, xatolab qolsa, o'chanda qarashli bo'ladi. Demak, men ishkilisga paketim bor, qarashim bor, aralashishim bor. Demak, bu mutlaq jazmiy hukmdan chiqadi. Ma'ni tizgan adam xato tizib qo'yibdi. Abayga o'xshash. Mana bu argumentni shu analiz qilishning bir nimasi. Yana bir ko'rib demoqda. Bunun neticesi qabul qilishga bo'ladigan natija. Misal, ma'mu Uyg'urlar uchragan bir nima, masalan Misrdan bolalar qochdi o'tgan yillar. Shu chog'da ba'zilar Yevropaga ketdi, ba'zilar Turkiyaga ketdi. Endi biraylar shunda Misrdan kelgan bo'lib, oldin tanlash bo'lgancha bunday bir savol so'ralib, o'sha gapni debdi. Turkiyaning xalqi musulmon, turklar to'plashgan davlat, Uyg'urlar natijatini yaqin ko'rdi, do'stlarim shu yerda tirikchilik qilish oson emas, vaqt az, uning siyosiy ahvoli turaqsidi. Yevropa bu siyosiy jihatdan, iqtisodiy jihatdan kuchli, ijtimoiy barobarlikmi yaxshi, nufuz berish ehtimolligi cho'ng, Xitoydimi qo'rqmaydi, ammo berish oson emas. Uning ustiga islomofobiya kuchli, musulmonlardan ansiraydi. Deb bu yerda birini tanladi. Bola Türkiye'nin tanlabdi. Yani başkadan bo'lsa, Avrupa'nın tanlaşı mümkün. Şunu ben tırnak içi hep koydum. Yani mutlak tanlaşı yok. Tima Türkiye'ye giden de Avrupa'ya. Şuna bunu biz tızdık. Türkiye, birinci Türkiye milletle toplaşkan. Müslüman devlet. Halk Uygurlar kucak acıdı. Qarash. Sol bir tüven. Qarash. Siyasi kelgisi iniqsiz. Qarash. Dostlarım ko'p. Qarash lekin ta'kidlab isbotlashga Yevropa siyosiy jihatdan kuchli. Qarash. Nupus va imkon yuqori. Qarash. İctimai barobarlik yaxshi. Qarash. Isbotlikdan mumkin. Berishdas. İslamofobiya bor. Qarashlar bor.
takip qilmayverib, Xitoydan qo'rqmaydi ma'qul qarash. Demak, balki aralashib ketaylik. Mana zarar yana hammani pakka yozibdi. Buni da qabul qilish bo'lgan natijaga erishdi. Demak, nima asosli tanqid tafakkur argumentlar ham bilishi mana bunday shaklda bo'ldi. Tanqid tafakkurda ba'zilar uch jarayon bo'ldi ekan. Birinchisi argumentni bayqash. Chunki biz abay ko'rdik formula sağlam oddiy ko'ringan bilan bizning gaplarimizda murakkab abay bir kitob yetildi. Birinchi masala shu qilinayotgan gap, yozilayotgan jumla ichida argument qasi. Argument emas gapim bor. Masalan, hissiyotliq, imloq so'zlar degandek ishlatilgan va buyoq so'zlar bor. Bular argument emas. Argument bilan argument qasi emas jumlalarni ayirish. İkinci argumentni topgandan keyin analiz qilamiz, abayimiz qanday. Bunun için üçüncü jarayon baholaymiz. Buni hammasi bir kitob bo'lish loyiq mazmunlar. Mana hozir degandek savol, 9 savol var. Shu 9 savol shaklida hisob qo'llansak oson bo'ldi. Buni taxmin tafsilga o'rgansam bo'ldi deyapman. Shu kitob murojaat qilsak bo'ldi. Tanqidiy tafakkurda savol bek muhim dedik. Birinchi savol shu argumentda deyilayotgan tema qaysi, natija qaysi, mushuni bayqash muhim. Buning uchun biz mushunda bir savol qo'ysak bo'ldi. Odatda argumentdan uqqilib oldi bu gapni. Lekin davomli unda bo'lmasligi mumkin. Shunga biz bilanmasak, o'zimizga savol qo'yib baqsak bo'ldi. Agar bu gapni degan odam qarshimizda bo'lsa, o'zidan so'rsak bo'ldi. Biz to'rda anglagan, kitobda o'qigan bo'lsa, azroq to'xtab mush savolni qo'yib baqsak bo'ldi. Agar mush gapdan bir tema chiqsa, o tema nima? Undan keyin uning oxirida yakunlagan natija xulosa qasi deb so'rab baqsak bo'ldi. Tema to'g'risida men ikki xil araydi ekan. Bu paydosin uchun qo'shib qo'ydim, balki cho'ngning ahamiyatim yo'q. Birisi temaning o'lcham temasi. İkincisi bayan sübetleş temisi. Ölçem temisi degan kelgusida ishlar qanday bo'lishi kerak degan shakldagi temalar ekan. Masalan, ishsizlikni qanday qilib yo'qotib oldi kelgusi demoqchi. Bayan sübetleş temisi deganmish bo'layotgan ishlar shu paytda biz qarashimizni aralashtirmay deb bergan ishlar. Bayan temisi deydi ekan. Masalan, anında ishsizlik qanday yo'qotib oldi. Bu yil keyingisida bu yil saylanma kim qatnashmoqchi. Endi bu yerda bir argument var. Ekranda görüp turibmi, o'qib beray. Ayollarning ko'plab xizmatga chiqishi bilan bola boqish o'rinlari ko'paydi. Garchi ayollarning ishlashi ayollar nisbatan yaxshi bo'lsa-mu, bolalar uchun yaxshi emas. Onalik muhim mas'uliyat va majburiyat. Ham ona bolaning dastlab o'sib yetilishida jismoniy va hissiyot jihatdan roli muhim. Ham yasaydi bolalar ona beradigan mehrni topolmaydi. Shunlashqa onalar bolalar bilan ko'proq vaqt o'tkazish kerak deydi. Bu bir argument. Bu yerda bir natija var. Buni kelganimiz cho'qim biz buni to'g'ri mi xato araymiz emas. Mana argumentda shu sabit faqat maqsad tema qaysi, natijasi qaysi shuni aramoqchi. Masalan, bu yerga deyilayotgan tema ya'ni yana tuqqan onalar yoki bolasi va onalar sirtda xizmat qilish bo'lmamdi degan shu gap ustidagi argument. Yani bir netice var. Qarasak, bolalar, ayollar xizmat qilmasa afzal degan berdi. Oldiki, ayollarning ishlashi, ayollar nisbatan yaxshi bo'lsin, bolalar uchun yaxshi emas, aniq muhim mas'uliyat, majburiyat, degan hammasi birdan hukmli jumla bor. Sabab, shu bolalar, ayollar xizmat qilmasa afzal degan natijaga olib borgan sabablar. Bu yerda biz bu yerdan muhim tunji qiladigan ishimiz temini tep chiqish. Temini tep chiqqandan keyin shu temining munosabatli gapni tep chiqsak, bir ikki bet gap bo'lsa-mu yoki undan jiq bo'lsa-mu, shu tanqid tafakkur nuqtasidan, argument nuqtasidan darhol temini tep chiqib, undan keyin natija chiqib, shu narsa argumentgan deb dastlab qadam shu. Degandek ba'zi gap argumentlar oson bo'ldi, o'zimiz tep chiqa olamiz. Bo'lmasa
bunda savol qo'yish orqali, so'rash orqali yoki boshqalarga o'qitib beqish orqali, deb berish orqali har xil usul bilan chiqib baş savolni qo'ysak bo'ldi. Zodi mishada temi qaysi, natijasi qaysi deb. İkinci qo'yiladigan savol sabab va bahona. Biz argumentni natija bilan shartni tuzalgan edik, shundaqmi? Bu shart nurg'un hukmlik jumlaga sabab bahona deb qaraladigan hukmlik jumlalardan tuzildi. İkinci qadamda argumentni topib olgandan keyin bu argumentda sabab va bahona qaysi? Ya'ni mushu natijaga olib borgan sabab qaysi? Bu natijani men qabul qilishim kerak bo'lsa, buning sababi nima, bahonasi nima demoqchi. Masalan, İstanbulda motosiklet haydashga ruxsat qilmaslik kerak. Chunki İstanbulda mashina ko'p. Yo'l qisqanchilik, ayrim yo'li yo'q. Ovozi bakla kuchli motosikletning. Motosiklet haydaguvchi bakla qo'pol. Bu yerdagi sabablar mashina ko'p, yo'l qisqan, ayrim yo'l yo'q, ovoz bak kuchli, motosiklet haydaguvchi bak qo'pol. Natija nima? Motosiklet cheklanishi kerak. İkinci qadamda yaqinlashdik. Ba'zi argumentlarni shunda ikki savol qo'yiblar. Shu tema natija yakunini topa olsak, shunga bilan bog'liq qilishimiz mumkin. Natijaning to'g'ri xatoligiga qabul qilish darajasiga qarab. Üçüncüsü, ba'zida argument tushadiki natijani sabablarda kelgan ma'lum söz iboralar sababidan qabul qilmasligimiz mumkin. Chunki uningda mujmallik bor. Bular abstrakt tuqumli shunda. Masalan, terrorlik, demokratiya, o'tirg'anlik, erkinlik, hamma butunlay. O'shaning hammasi ya abstrakt ya odamni ozdiradigan, odamni aldaydigan iboralar. So'zlar. Undagi iboralar bor. Masalan, argument qo'yiladigan, bizni qoyil qilish urinadigan ko'plagan tadqiqotlarda bu bir unumli chora, hammaga qodir chora deb unda gap qildi. Masalan, demokratiya degan narsaqmi, shu to'rdiko'rimizga to'la talishimiz. Bir adam demokratiya deganning kallasida bilak uqumda so'zlab deydi. Yana birisi qo'yiblar, demokratiyaning kufrdos deydi. Uning kallasiga demokratiya uqum bilak. Ani qo'yayotgan bizga demokratiya lozim deyotgan kishining kallasiga uqum bilak. Ikkisi uqumni birlik keltirmay turib, endi zakonlashgan, munozirlashgan, lekin darhol xato hukm chiqarib bir-birini ayblashga kelib chiqdi. Terror deganmi intayin suiiste'mol qilingan atalib shunday musulmonlarga chapinib qolalik. Tushmisizmi? Şunu xalqaro bag'ansiz, hozir avval terrorlik degan nima, shuni aniqlaydi deganga bekroq kuchaydi bizning musulmon tarafidan. Misol olsak, bu yer biz so'z bunda uchirsa, unda mujmal ibora uchirsa, biz savol qo'ysak bo'ldi. Unda so'z ibora bormi? Huwa mujmal tepilsa, biz shu zakonni argumentni o'tirib qo'ygan odamdan so'rsak bo'ldi. Siz bundan zaten nimani ko'zlamoqchi? Ko'p ma'noli so'zlarmi endi bo'ldi. Siz buning bir qancha ma'nosi bor ekan, siz zot qaysi ma'noni ko'z tutgandingiz shunday deb so'rsak bo'ldi. Agar so'rash imkoniyati bo'lmasa, sal tafsili o'qib, qomuslar qarab, gap so'zning kontekst qarab aniqlasak bo'ldi. Masalan, bundaq mujmal argumentlarni qarasak, bir tanışıcı olab qaptı, asli mahsulot e'lon etdi, men o'zgartirmay qapti. Mahsulot e'loni. Bu kompüter e'loni bundaq bir e'lon beribdi. Bu kompüter sizning hamma ehtiyojingizdan chiqadi deydi. Hamma ehtiyojingizdan chiqadi. Bu yerda bir mujmal ibora bor, shundaqmi? Hamma degan. Amaliyotda bir kompüter hamma ehtiyojidan chiqish notayin. Maxsus loyiha uchun saplanadigan kompüterlar bor. Grafik uchun saplanadigan kompüterlar bor. Film ishlash uchun saplanadigan kompüterlar, ofis ishlari uchun saplanadigan kompüterlar bor. Shuni bu hamma degan amaliyotda imkonsiz emsal odam aldaydigan ibora. Shuni buning temisi qanday kompüter setib olishim kerak deganga bizga bu e'lon bizga sunayotgan yushirin natija demaklik. Setibning demasi demaydi, lekin bizga chiqadigan natija nima? Bizning kompüterning setib oling demakchi. Chunki hammaga, hamma ehtiyojingizdan chiqadi. Aynan. Bu hamma degan mujmal. Mush sabablik balkim biz mush argumentni qabul qilmasligimiz mumkin. Yoki so'rab, siz bunday debsiz.
bu qanday gap desa, balkim aşında kuchli kompyuterlar bor. Ba'zi markalar maxsus eg'rishni qilgan kompyuterlarni saplab sotadi. Agar so'rab, shu markaga tushsa, deb ishonsak bo'ldi. Bo'lmasa, odatdagi kompyuterlab qolsa, sizning bu e'loningiz unda adam oladigan e'lon ekan deb paylansak bo'ldi. Bumi? Uchinchi savolmi? Mujmallik bormi? Ko'p ma'nolik so'z bormi? Aniqlanmagan so'z bormi? Aniqlashga muhtojmi? deb shuni tep chiqsak bo'ldi. Dördüncüsü kemallik faraz. Hem de üçüncü sorularımı tapamadık. Bazı çağda bu argument koygan adam bazı hükümlük cümleni faraz kıldı. Başkalar mı muş gapni mendek oylaydı deb demeyle ötep gitdi. Mesela kişilerge AIDS'nin xatirini düşendiriş için köp meblağ seriş gerek. Şundak bolganda neticede AIDS bimarlığının sağını azaytqılı boldu deydi. Bir yerde çıkıp kalgan şart var ya ki hükümlük cümle var. Mesela bu işe senin meblağ ünümlük hacinde adam aldın mı şunu paraz kılıp biktivitilik. Yani mesela kişiler aşı faaliyeti ünümlük paylandı. Muş işki emel gelsin aşkında andın netice AIDS bimarlığının sağını azaltıklı bol diyen biriş mümkünlüğü mademden kalırsa maaş kişinin Allah burun biktivetken başkalarının mendek oylaydı de. Biz belki onun qayıl olmasımız mümkün. Şunun olan müşgepni, demigen müşgepni tatip çıkarıp adamını aldı koyan gap. Siz mi yapsınız? Lakin bu işe senin meblağın ünlü hacniş imkanı var mı? Ya ki aşısının üstü tuğ adamın ilvasçı. Neticeniz hatalıp kaldı. Tamam meblağ selinipti. Hem de kişiler aşısından ünlük payını alamdı. Siz burada paraz kılıvıtıpsiz. Tamam paraz kılıvıtıpsiz. Muşnunga nim bolduğan, emelge aşırdıgan, muştan emelge işi kapalet turduğan bire icraatınlı bağ mı yok mu deb sorap aniqlagan deken, sizin bu neticenizni men qabul qilsam bo'ldi ekan. Yoki buni yushirib bizni aldırmoqchi bo'lsa, buni sual tashlasak, agar sal piyiz geçiladigan yeri bo'lsa, odam darhol oshkorlashi mumkin. Andan bu chog'da biz bu hukmni ya qabul qilamiz, ya qabul qilmaymiz. Bundan ötep kettik, yana bir qayıl olmagan yerimiz varsa, bazı argumentler var. Yani bir çıkılı. Bazı çağda biz kıymet qarashlarını işiltimiz cümlelerde. Mesela misal qarasak, işençsiz ve hata uçur tartışqa cheklimi qo'yish kerak. Çünkü bu nurg'un fitna fasad ve xatolik sebep bo'ldi deydi. Bu yerda fitna fasad degan sababni ko'rsatib, uçur çeklimiz kanunu yolu koyuş gerek deydi. Bunun keyinde bu adamın muşu neticini doğru da qarak sebep olan yani bir nesi var, bir kıymet karışı var. Bunu ben fitne fasattan hali buluş, kişilerin erkilliğinden mühim demek için. Kişilerin erkilliği mi, bir erkillik diye mi bir kıymet karışında, kişiler için mühim. Fitne fasattan hatırcam yaşaş mı, bu bir kişiler için bir kıymet karış değil. Bu yerde iki narsa pütte pişigilik. Mademki nispeten fitne fasatdan hali buluş, başkalarının erkilliğinden bekrak, mühim boğalık için netice berip atıdı. Biz muşunu tatip çıkargan çağda andın bu neticini kabul kılamdık, kılmamdık, arayalayımız. Eğer biz muşiden bilen okşaş oylasak, tamam ben koşulim deyişim mümkün. Ya ki ben erkillikni bekrak, canının bolsun dedi adam bolsam, yaktap karıştırışım mümkün. Kabul kılmaslıkım mümkün. Ben bir misal yazıp koygan. Mesela Ahmetcan öğü geç geldi depti. Şundan bu adamın depti, bu Ahmetcan çokum sırt talağa qarab bağın dep. Bunun kallasında neme bir kıymet qaraşı var. Aynı devamlı öğü geç geldi adamlar talağa qarab kaldı o değil. Biz bunda gapni tatip çıkarış. Aldığın kısmı şu, keyin kısmı bunda gapni tatip çıkarsak oldu. Andikin yana bir misalga şu qari kiyim meselesi şu. Dağı. Qari kiyim meselesi bek jiqtim qildi. Bir qism odamlar var, onun qarshi chiqishi dinga o'chmanlikdan qarshi, uni tashlatib turlar. Lekin o'zimizning ishidan dinga ko'yindigan odamlar var. Bularmi qari kiyimga qarshi chiqdi. Nimishqa bu yerda bir qimmat qarashi var. Birisi ayollarning nima kiyim kiysa mayli degan bir qimmat qarash bilan
Adam qara kiyimdan bakroq muhim Uyg'urlarga bunda yomon ta'sirimiz bo'ldi degan bir narsani ustun qo'yaylik. Shu ikki narsa to'qnashgan sabablik bunda gaplar chiqadi. Biz mushuni to'g'ri ariya olsak, andikan mushu masalada bosh qarashi o'xshamagan qarashdikilar bilan birlasha olamiz. Ba'zida bir argumentga bir ish sabab bo'lgan bir qancha dalil bo'lishi mumkin. Birisidan kuchli, birisi ishonchlik, bir ishonchsiz bo'lishi mumkin. Bu zakonning argumentini o'tirib qo'ygan odam o'zining oxirgi natijasiga yetish uchun balki ishlatib o'zining natijasidan qarshi natijani qo'llaydigan dalilni yushirib bizga ayrim dalilni ko'rsatishi mumkin. Shunga biz abayq savoldan boshqa yani bununla qo'shimcha mushu masala, mushu temasida qo'shimcha dalil bormi yo'qmi deb so'rab baqsak ol. Taxmo natijani qabul qilishdan burun taxmo ta'kidlanish uchun. Masalan, bunda bir voqea bo'lgan. Pochtaxonadagi bir xizmat tuyuqsiz talvilashib, o'shini yo'qotib xizmat o'zi yo'qotib xizmatlashdan bir qachon o'ttirib o'tdi. Bunun sababi bo'lsa o kichik vaqtida zo'ravonlik uchragan bo'lib, boshqalar bilan ko'p aralashmaydi. Hamda o'qish bitirgandan keyin bir vazifada muqim tura olmay ko'p qatim xizmat almashtirgan. Bu jarayon jamiyatga bo'lgan o'chmalik kuchayib bad natijada pochtaxonada o'ttirib o'tdi. Demak, ashadam qotillik qilgandan keyin buni tekshirganlar men astidagi bu bola bunda kichik vaqtida zo'ravonlik uchragan, xizmat yaxshi bo'lmagan deb bir talay gapni ko'rsatibdi. Ya'ni ash qotillik tuyuqsiz talvilashib qotillik qilishning sababi mush debdi. Lekin biz bunun aldırab işelmey, bunun sebep bo'lgan boshqa ish bormi deb so'rab baqsak bo'ldi. Masalan, uning qotillik qilishi cho'qim oila ahvoli sabab bo'lmasligi mumkin. Xizmatining yaxshi bo'lmasligi sabab bo'lmasligi mumkin. Chunki o'shunga o'xshash qismat kuchli odamlar uni qotillik qilmoqlik. Bu odam balki xizmatida xizmatdoshlari buni qattiq to'xtatmay zaniq etib yo kamsitib qotillik qilgan bo'lishi mumkin. Bu yoki ailelik bir adam bo'lsa, aile tashlab ketib qolgan bo'lsa, shuni dardida qilgan bo'lishi mumkin. Unda hadislim bor. Shuni biz boshqa dalil bo'lsa, uni tep chiqib, qaysi shu natijani qo'llaydigan bo'lsa, shuni ishlatsak bo'ldi. Mana. Bu savolni shu argument tep bo'lgandan keyin natijasini qabul qilish mumkin deganga yordam qilgan savol. Ko'pincha nimada san sifir ishlatadi. San sifirni shu natijani qo'llashga kuchli dalil paket qilib ishlatadi kishilar. Ham biz bu yerda so'rasak bo'ldi. San sifir ekyapsiz, ishonchlikmi? Ishonchlik bo'lgan taqdirdami siz da'vatgan shu gapga mos kelamdi, kammamdi. Masalan, bir odam balki mashina sotgan. Bu odam 100 mashina sotadilar. 100 mashina satgandan keyin buningga 5 odam shikoyat qilib keldi. Shundan 5 odam shikoyat qilib kelgandan keyin bu qolgan 95 odam deydi, ular mendan rozi bo'ldi deb mening mashina sotgan jarayonimda 95% odam mendan rozi bo'ldi deglik. Lekin mana 5%, 95% başındağı 5% rozi bo'lmadi, shikoyat qildi, 95% bu odam rozi bo'ldi degan chiqarib o'tdi. Lekin biz deymiz, bu odam faqat 5 odamning fikrini 95ninkini fikrini almaqlıq. Siz razı bo'ldingizmi deb so'rmaqlıq. O 95 dan men sizni razı demaylik. Ularning shu norozi bo'lganli bo'lishi mumkin. Uni so'rmayla bizga bir xil odam aldaydigan san sifir qo'yaylik. Bunga yana bir misol olsak, ba'zi hukumat mana deb ishildi. Biz bu yil ma'rifga 200 million dollar mablag' soldik deb faxrlanishi mumkin. Tal tashlaylik. Lekin biz bu yerda buni so'roq qilsak bo'ldi. 200 million debsiz. Undaqda oldingi yil qanchalik sağgan? Belki oldingi yil qarasak 300 millionni sağgan bo'lishi mumkin, bu yil ozlab ketgan bo'lishi mumkin. Uni o'ttirib qo'yib 200 million tashlab bizni ishondirmoqchi, shundan biz 200 million vojib jasabdir. Lekin oldingi yilni qarasak ozlab ketgan bo'lsa, bu cho'qim ishning nacharlashganligini bildirishi mumkin. Shuni san sifirga aldirab aldanmaslik kerak. Logikalik qiltaq varmı, sepset varmı deb. Buni aşı İngilizce logical fallacy deydi ekan. Ba'zilar sepset deb ishlatadigan, biz qiltaq deb oldik, ikkilisini olib qo'ydik. Masalan, ba'zilar o'zining argumentini bizga qabul qildirish uchun, o'zining da'vo, o'zining gapini yakunini, natijasini bizga unutish uchun, ma'qul keltirish uchun endi sal diqqat qilmasa odamni qaymoqtiradigan qiltaq yoki sepset qo'llandi. Masalan, biz bir adamga siz namoz o'qing, yoki o'rning desa, namoz o'qib yaxshi yomon ish qildiganlar bor. Namoz o'qimay yaxshi ish qildiganlar bor deydi. Yoki o'rni o'lib, bojixini bo'lib yomon ish qilib yurganlar bor. O'ranmay yaxshi ish qilib yurganlar bor deydi. Amaliyotda bu odam
istisna az sondagi dalilni qoidani o'rniga dastib bizga elishilib o'tadi. Ya'ni misolga olsak, ko'pincha odam mush markani ishlatdi ekan, shuni ham ishlatdim deb. Buni logikalik qiltaq hisoblanma. Ko'pincha odam ishlatgani dalil olmaydi. Bu alaqa ko'p sonliqqa murojaat iltijo qilish deb maqsad istinbo qiltaq ma'u. Misol oxirgi savol mushu 9 savolni biz çoxum 9 bo'lish shart emas har argumentda. Balkim oldingi 3-4 savol bilan hal bo'lib ketishi mumkin. Qancha jiq so'ralsak, argument qancha murakkab bo'lsa, masala qancha murakkab bo'lsa, qancha tafsili savol so'ralsak, bizning to'g'ri natijaga erishish imkoniyatimiz shuncha ko'p bo'ladi. Argument haqidagi savollarning tugida endi ma qismda shu logikalik qiltaqlar to'xtalamiz. Ba'zi kitoblarda tanqidiy tafakkur desa, shu qiltaqni kelib qo'ydi. Sen shuni o'rganib olsang, obdan tanqidiy tafakkur qilasiz. Biz shuni 10 nechida qiltaqni tizdik, birdan tanishib chiqadi. Bu logikalik qiltaq degan shu dalillash qasddan xato o'tkazish. Masalan, men ekran qarasanglar, shumi logikalik qiltaq hisoblandi. 2 degan nomer dedi, 1 degan nomer dedi. Demak, 2 1 gitang deb. Bu abayqiliqi logikalik bağlanışlık yok qiltaq. Bu logikalik qiltaqlarning maxsus tadqiq qildigan bir soha ekan bu. Ba'zilar 30, 40, 60 unda chiqarganlar ekan. Hammasini ingliz ism bor, arabcha ismlari birlik, kambag'allik. Endi biz shu ba'zilarining ismlari latincha qo'yib kerak. Shunga xarakteri qarab bunda ism qo'yib baxtık. Neticini aldın bir. Biz ne dedik abay? Avval delil qarab, delil qaz netice yapmasa şunu kabul qilamiz şundağı. Lekin ba'zilarlar avval neticesini kallasını bektiylab, andan keyin şunga delil izlaydi. Masalan, men rastçıl dedi. Asli bu adam o'zining rastçılligini isbotlamoqchi. Lekin bu isbotlagan neticesini dastlab muqaddamaga sabab qo'yib oldi. Buni isbotlansa men yolg'on so'zlamayman deb bir-biriga bunda kirishib qoldi. Buning ismi inglizcha nima deydi? Doirlik dalillashtirib atildi. A B'ning nimasi, B A'ning deb zanjirisiman. Hadi ba'zi nimadan natijani oldin bekitib olish deb atiladi. Mug'alatat al-musadara al-matlub deb. Yani bir misol olsak, Irshad yaxshi bola. Qani Irshad? Chunki u qat'iy maash qilmaydi. Demak Irshad yaxshi bola. Yaxshi bola yomon emas, ikkisi bir gap. Shuni demoqchi. İkinci qiltaq ma'u telg'oq yor, slippery slope deydi inglizcha. Bu xil qiziqarli. Masalan, ba'zi davlatlar ayol kishining mashinasini saqlaydi. Shuni ko'rsatgan bahanalari musha qiltaq tushib qoldi. Masalan, ayol kishi mashinasida uyda o'tirmay kunda sirtqa chiqadi. O'yinchiga diqqat qilmaydi. Balalarning tarbiyasini qilib qoldi. Ayollarning mashina edish balalarning tarbiyasi. Yani demekçi ayollar mashina edish bo'lmaydi demekçi. Bir-birini tepelab, uning kayniga ulab bunda qilib o'tadi. Amaliyot cho'qim undan natija chiqmas mumkin, lekin maqsad a natijaga bormoqchi. Ash natijani qo'llash uchun bu shu qamlashmasin, yuz berish imkoniyati bo'lmagan sabablarni tizibdi bunda. Yani birini ko'rsak, bir odam onun balası dada man kompüter yapırım dese o adamın appagisi yok. Şundan bunun vay appameme diyemey bahane köseklidir. Sen kompüter aslında uyan oynaysa, torgu çıksa, okuşunu tasir uçuraydı, vaktin ısrap olup yaxşı okuyamaysa demekçi. Demek o adam ahırda balası kompüter appagisi yok. Şunda bahanını köstep akakı bir-birge ulap. Bunu bir qiltaq. Şunun ismi telg'oq yor. El-munhadir zalaq deydi Arapça. Endi ma qarlaç umumlashtirish buningga abaylik nimani? Yig'ma xulasının aldıqqa umumlashtirish deb. Shuningda qo'llangan hali bir sinfda 3 baldan so'sam nimani bilmadim. Mahmud Qashqarni shunlar bizning sinfdagi bolalar 4 degan. Mana yana bir misol shu. Ma'va 20 yil burun Ahmet tijorat qilgan boy bo'ldi. 20 yil burun Samat o'qigan edi, boy bo'lanmidi? Shuning bilan o'qigan odam yaxshi ko'rmaydi. Bir ikki tal misolni tutiblar, natijani chiqarib o'taylik. Amaliyotda bu qancha ko'p misollar shuncha nimasi yakun natijasi kuchli bo'ldi.
Ma biz köp uçurgan Xitaylar tarafından köp uçurgan töhmet içkirde benim pulumni o'g'irlagan Uyg'ur. Ukamning pulini o'g'irlagan Uyg'ur. Demak, Uyg'urlar içkirde o'g'irliklar qildi deb. Bizning nomimiz içkirde ne bo'lib qildi? O'g'ri ya kavobchi. Undan keyin ba'zilar yilisiman savol so'raydi. Masalan, sen hozir aroq ichamsa deb. Buni sal diqqat qilmasa, men ichmayman deb javob berish kerak. Diqqat qilmagan odam yo'q deb soldi. Yo'q degandan keyin ichdim degan gap bo'ldi. Masalan, sen hozir ayolingni uramsa desa, ayolingni urmayman deyish kerak. Lekin yo'q degandan keyin hozir urmaydim, burun urtdim degan chiqib qoldi. Ondan keyin argumentning do'q, masalan shart bor. Shu shartlar qilib natija olishimiz ham yana shartni xato qilingan bir. Masalan, shart qilingan hukmlik jumla rostchil emas demakchi. Dindorlarimiz radikal. Radikallar terrorlikqa bakroq moyil. Shunga dindorlar terrorlikqa bakroq moyil. Dindorlar emas moyil degan xato. Shunaqa yolg'on. Shunga keyin chiqqan natijasimi yolg'on. Davamlı bəzilərlə aldığın şərtini xata uçur, yalğan şərt bilan bizni aldab nəticəyə aparmaqçı oldu. Yəni misal Uyğurlar bək sənət xumar xalq. Türk məni demisək mi oldu? Mən yuşurun nimis boyunca mən dəb qoydum. Uyğurlar bək sənət xumar xalq. Şunu Türkiyə Uyğurlar sənət amraq. Türkiyə bir Uyğurlar bağı anı çıxırdı. Lakin Uyğurlar sənət xumar xalq mı? Bunu isbatlaş gidiyor. Evet, bizdingcha ma xato, bizning nazarimizda. Agar bu shuni xato deb qarasak, ma bag'an natijasi xato. Undan keyin bog'lanish qildik. Ya'ni logikalik bog'lanish yo'q demakchi. Masalan, tunigan aynikim sunib ketdi. Shuni bugun imtihonni o'tamadim. Demak, o'tamaslikning sababi aynikimning sunishi oldu. Ana yana birisi Ahmet çoğun binada oturdu. Çoğun binanın öyleri mi çoğun? Ahmet çoğun öyde oturdu. Bunda emas. Çoğun binanın öyleri emas, çoğun emas. Nasipsiz. O'qish. Biz nimada? Yig'im xulosasi 3-yilni qildik, taqqaslashdi. Masalan, Uyg'urlar hukumat qarshi chiqqan, vatanda qo'llangan. Hukumat qarshi chiqqanlar xavarij. Undaqda ularni bastırsak doğru. Nimişqa Uyg'urlarni qarshi chiqqandik, ularni xavarij, burun xavarijni bastırgan, shu ularni bastırsak bo'ldi deb vatanda ba'zi nimalar hukumatni ulug'laydigan mollalar bor. Endi ishlatdi xavarij deb, hukumat qarshi demdi. Nimasi ma logikalik bog'lanish yo'q. Hukumat qarshi chiqqanimiz xavarijimiz. Islom rasmini cheklagan. Emojilarni rasm, telefon ishlagan belgilar bor. Ötkenimde bir fatva çıktı Özbekçimi, anlamanızı da. Demek emojinin sızışma Arap. Bunu kurtak. Yani nopoz kurtak. Bazı kişiler delil tapamasa nopoz, mesela dini nopoz, hükümet kuş nopozu degendekini işletip bizden şu neticeyi makul keltiş urundu. Mesela bir adam var fizik nobel mükafat algan. Bu adam Arap paydılık yaptı. Şundan birisi demekçi bizge arak paylık dedi. Demiş arak paylık ise fizikada Nobel mükafat alan bir dağlık adam demekçi. Şu adam diken de bizi qayıl kılmak. Emniyetun dağımız. Alakası yok. Nopoz boğalıklar bu deminden Arap'ın yani şu devattan argümanın doğruluğu delillenmeydi. Mao nopoz meselesi mutlak emas. Bazıda doğru buldu. Yani gördünüz mü? Amerika devlet televizyası nopozluk televizya. O Müslümanlarını terörist dedi. Demek Müslümanlar teröristlik kıldı. Neydi? Nopozga. Ve yeni bir emir misallar birey. Burun erken Sıdık Akimiz bir makal takatkan Vahabila doğruluk. Bu degen devlet çıkan tuzu dep durmağa. Yani devlet çıkan bu yalgan sözlemeyi dep aşını bahane kılan. Aşketme rastlı kılan. Ben bunu nopoz kıldık insan. Ama şahs gücün kılış. Bazıları münazırda şu delil aciz olup kalsa, bizim delil kuşurak olup kalsa, derhal gitme bırak şahs gücün kılış. Mesela biz karşılayıp durursunuz, bu fikriniz hata. Yani emniyet biraz hata. Şundan bu derhal ötkelik hikayeden oturup koygan, öldürüp koygan dedi. Sen katil. Emniyet bunu alakası o demin gibinden torkat alıp bilen. Ne var?
Yana bir misol. Bir odam sal nachar gap qilib turishdan bir elan kelib, so'zlaringizning salbiy ta'siri bo'lyotdi, diqqat qiling desa, sendek maktabda o'qiganlarning men gap qilishga huquqi yo'q deb odamning shaxsiy hujum qildi. Niyat bu aloqasi yo'q. Gap o'tish. Aslan demokratiyaning Uyg'urlar foydasi bor dedik. Bu bir argument. Degandan keyin amaliyot men to'g'ri shuni ko'rdim. Birisi ne diyecekti? Siz demokratiya kirib Uyg'urlar yerdan açlansın demek mi yapılır? Bu asli paylık desen, nimişlik paylık. Deliller nime demek? Mavi alaka edemni günah tövbesi işlediğin gap bilen bıraklar tutmakçı argumentte. Anladın mesela müşahede deyler, yaş balla mektepke bakarak vaktin acırası bulattı desek, şunu yeni böyle siz hazırlıkta Uygur'a kat edem lazım vakitte ballarını Uygur için iş kılmışsın demekçi ma vaktine okuş verirken baş kılanmayı demekçi. Demekçi ma de biz demeyen geldi bizge çapladıdır. Demek okuşka bekrat köp vakit adırışının aciz yok. Yani umarım mesela biz demeyen geldi bizge çaplap koyuşar kılıp bizni müdafiye kılıp orunma düşürüp kendini bakıcı. Onu olayken bir taraflı mümkün. Mesela bir Uygurlu bolduken mendek millet için teşvik adamını kollaydı. Meni kollamayan Uygur emas deyip kesip etti. Bunday emas. Hem Uygur'un sizni kollaş mecburiyeti yok. Bu bir taraflı hüküm. Terakki kılgan adamlar dininin çekilmesiga uçurmay yaşaydı. Demek dindar diyenlik terakki kılmagan diyenliktir. Bu mu bir taraflı hüküm. Çok undaq bulaş şart emas. Anakin hissiyat kıldık ki, bazılar bizning hissiyatimizden paylanıp gidiyor. Mesela birisi bir iş qilgan bo'lsa, qilayotganlaringiz sal ziyonlik ish bo'lib qoldi desek, lekin men bu ish uchun ko'p qurbonlik bergan bo'lsam dedi. Uning ziyonlik bo'lash, qabul qilish qilmas, uning ko'p qurbonlik berganimiz aloqasi yo'q. Nima? Ana bir aydan kitib varken o'qirmandan birisi bu kitobda xato ushur bak ko'pkan, ballar o'qimas bo'lmaydi desa, bu kitobni yozgan odam bak ajr qilib ekan, hurmatini qilib bunda demayli demakchi. Demayli bu kitobni cheklamayli, qo'yib o'tayli demakchi. Buni hissiyatdan foydalanmoqchi. Men bak yomon bak kuch qilibdim. Yomon bak qurbonlik qilibdim. Onun lekin o'rtaq xato sabab. Bu demek çoğunu iki iş var. Bu iki kişinin başka bir sebebi var. Bu yerdeki adam asli sebebini tapmay, iki kişinin birinin birine sebep kılıp koydu. Mesela aşkın dindarlar köp. Şuna nurgun Uygurlar dinden yiraklaştı. Demekçi Uygurlarının dinden yiraklaşışı aşkın dindarlarının sebebinin demekçi. Lakin bizim demeyiz, yok. İkilesinin başka bir sebebi var. Aşkın oğunumu dinini doğru öğrenmeklik. Ay yiraklaşkan mı dinni cahil öğrengen bolsa ananın tesiri uçurmaydı. Hiç olmasa bunun aşkınlığı dindeki mesele emesken aşağıdaki meseleken de asıl sebep mavi. Uygurlar bilimdeki elinde kalganlık üçün iktisatta qat'iy taraqqiy qilinmadi. Çoxun mündaman yo'q. İkkili ise bizning vatangi salsak, ikkili ise bilimde, iqtisodda mesela siyaset shundaqa bakroq sebep. Onundan keyin avamchilik ecdatlar. Abay bizde setib oldi ekan degan. Shu avamga ko'pchilikka iltija murojaat qilish yoki bunun qila qilib ekan deb shundan foydalanish. Amaliyotda bu ikki narsa Qur'on eng ko'p so'kkan ayıplarning birisi. Mushriklarning burun qilganini qalsak hammasi islomni rad qilgan chog'da ota bobolarimiz qilib kelgan dindan tandimoqchi degan. Ana Qur'on davomliq aksarun nas degan ayıplarni şunu bunu bazıda qıltaq hesaplandı. Bazılar bir işini to'g'ri deb turib oldi. Uning dalili nima? Ota bobolarimiz qilib kelgan ish. Bu yerda deyilmagan bir yoshirin shart nima? Ota bobolarimizning hurmati, mehri, nufuzi bor demakchi. Demak, odam demakchi, shu burunqilarning qilgani dalil. Biz deymiz, yo'q, bunday emas. Ma bu ishni bak ko'p odam qildigan o abayqi. Hammadan mushu markani setib oldigan o deb o'zining setib olganligining to'g'riligini isbotlamoqchi. Ko'pchilik to'g'riligining dalili emas.
Endi ba'zi xijolat qoldirib yuzi to'van bir odamlar bor, ba'zi bizdan odamlar gap qilsa odamlar qarashtiribmi, anaqa to'g'ri yo'l bilan qoyil qilmay xijolat qoldirib shu maqsadga yetadigan. Aslan bo'sh o'z vaqtida nima degan urush ochgan chog'da terrorlik urush ochman deb kim biz bilan turmasa bizdan qarshimizda deb ikki talash qo'yib qo'ygan. Ya'ni qarshi tarafni xijolat qo'ymoqchi. Amer 3-chi yo'lim bor, betaraf turganlar boshida tuzi bo'ldi, lekin bo'sh unda unumay sen cho'qim men bilan turmasang, betaraf desangmi, ash bizga qarshi o'tib ketsin deb endi qistaydi. Men sal siyliq olsun xijolat qoldirib deb atab qo'ydim. Baş ameliyatda baş tanlashim bor. Yana bir yaptı çokum Kur'an kursu açmaz depti. Şunun bilan qo'shalmaydiganlar ekan, Kur'an kursu bekjaq. Başqa narsa qildi desa, siz Kur'an kursu qo'shalmasangiz çokum Kur'an kursu Kur'an o'rganish qarshi ekans deb turadi. Amaliyot unda bo'lmasligi mumkin. Kur'an kursu bekjaq bo'lib, boshqa turdagi maktablarga ehtiyoj bo'lishi mumkin. Shunday tanlash. Bu yerda ikki xil tanlashga qistab qo'ydi endi. Endi ba'zilar o'zining bir narsa bilmaganligini dalil qilib turib oldi. Niyada şunu demekçi. Mesela abay hiç kalsın sual sormadınlar. Şunu bilen men kallamdan da oylayman. Oquvchilarimiz tushunib turadi. Balkim tushungansizlar, balkim tushunmagansizlar. Cho'qim men degandek tushungan degan nimaga olib bormasligi mumkin. Yoki biz bir ish qildik. Hech kim xato demadi. Xato bo'lsa deydi. Xato demagandan ishimiz to'g'ri. Undami? Amet hata bo'lishi mumkin, hata deganlik bo'lishi mumkin, bizga yetmagan bo'lishi mumkin, bizga demagan bo'lishi mumkin. Faqat uni arabchada bir nima bor, odami vijdoni dalil nima? Dalilini topolmaganligimiz uni aslan yo'qligini isbotlamaydi deganmiz shu. Endi qiltaq-qiltiqi. Biz abay dedik, ba'zi qiltaqlar qiltaq emas. Bunga misol biz nopozni qiltaq dedik, ba'zi nopoz qiltaq emas. Biraylan debdi, tamaki ziyonlar degandikin tamakchi odam sen ma qiltaq qo'llanding hozir, nopozning paylanasiz debdi. Lekin nopozning hammasi ziyonli emas. Biz hamma narsani o'zimiz shaxsan birma-bir tekshirib aniqlab bayqay olmaymiz. Hammani qilib bo'lolmagan cho'qim shu sohaning kasb egalariga murojaat qilishimiz normal shunaqa. Shunga bu nopozni qo'llanish har doim xato emas. Munosibatsiz kishilarni qo'llangan chog'da undan e'tiroz qilsak bo'ldi. Yoki munosibatli kishini qo'llansimi, agar shu kishidan gumonlansak, dalilini so'rsak bo'ldi. Emas shu kishini nima ekan, men dalil gapini akab ber desak bo'ldi. Yoki oq ko'rinishni tekshirib baxsak bo'ldi. Bu qanday odam, ras doktormi? Ras mush sohaning kasb egasimi deb so'rab baxsak bo'ldi. Ondan keyin mollam o'ynab buyurgan desak, bu moda bo'lgan bir gap. Nopoz qiltiqqa bu gapni qabul qilmayman. Mollamning gapi ham rasmga, mollam degan ishonch bo'lmay, nopozga ishonmaslik kerak deb dinni bak o'zi tushundiganlar chiqib ketdi hozir, ayna bu odamlar. Aylaqa bo'yinning misolini esingda bordi. Demak, mushunda qiltaq qo'llanib, inovas deb turasa, biz buni sen qiltaq qo'llangansan, sizning mush gaping o'zimi qiltaq. Nopozning hammasi xato emas deb raddiya bersak bo'ldi. Shuning bilan bu qatimqi tanqidda payt ko'rmishadi oxirlashgan bo'ldi.